Aynan siz izlab yurgan etajdan 4 etajli panelli domning 2-etajdan 2 xonali 2 taraflama proyektda uy topib qo'ydim. Proyektni tanishtirishni boshlayaman. Asosiy kiraverish eshigi kirgandan chap qismida uyning birinchi xonasi. Uy sredniy remontda 60 metr kvadratdan iborat, plus minus hisobga olganda mana bunday balkonlarga ham ega. Xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Bu kvartiramizga 33.900 dollar so'rashmoqda. Yuraklariga qo'l cho'zsangiz yana kelishadigan joyi bor. Bu kladovkasi. Bu esa uyning ikkinchi xonasi. Tashqi tomondan trezalari almashtirilgan. Sanuzellari alohida. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, Maftuna barning yon tarafida texnologiyasining ro'parasida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlarimni qo'ldiraman, aloqaga chiqib kelaverasiz.